Assalomu alaykum qadrli obunachilar. G'ishlarda hozir bu yerga 7,5 mingta yuklangan. Bu Rishton tumaniga ketyapti. Hozir yana ranglari ko'rib turganlaringiz sariq atlasni holatda, razmerlari orta 12-25. Hozir bu tentini o'rashib qo'yibdi. Mana orqadagi holatlari. Bu klientimiz bonusiga dedi ozmoz qo'shib futbolka berib yuboring deyishdi. Hozir futbolkani ovozini qarang. Ovozlarni mustahkamligini otib ham sinab qo'yamiz. Bu eng baquvvati bo'ladi, xudo xolasa g'ishlarni. Hozir futbolkamizda ham bonusga qo'shib beryapti turgan futbolkamizni ham ko'rsatib o'taman. Mana hozirgi g'itgan pastdagi g'ish nihoyatda mustahkam, baquvvatligi. Klientimiz yana xavotirlanmanglar, bu salafani bilan ana shu futbolkamizdan berib yuboryapmiz. Kimga shunday ishlar kerak bo'lsa, pastdagi raqamlarga bemalol aloqaga chiqaverasizlar. Vodiy bo'ylab eng arzon narxlarda yetkazib beramiz. Ishlarimizning holatlari o'ta zo'r, xudo xolasa. Biz narxiga kelsak, zavodda o'zida 750 so'm narx qo'yganmiz, juma kunlari 740 so'm narx qo'yganmiz. Bu klientniki ozib qolmasin. Hoppa.